kun biz dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanamiz. Qishloqda bir kun. Qishloqda bir kun. Xo'p. Qog'ozlarimiz tayyor. Xullas birinchi men olaman. Keyin Anvar aka, keyin Faxriyor, oxiri Dildor. Rahmat. Xo'roz tutish. Endi bu yerdagilar xo'roz tutish bilan shug'ullanadi. Bo'pti, xo'roz tutamiz bugun. Endi men Voy. yer chopish. Yer chop. Voy dedilar. Biza, mana buni qaraylik. Marhamat. Sigirsa. Dildorga Xullas biz boshladik. Короче, meni shartim keldi. Hozirlar bilan xo'roz tutamiz. Qo'lim cho'qtashsa, buni qarang, bo'yim bilan deb yotdi. Amallab tutdim. 5 minutcha, 10 minut yugurdim, lekin tutdim. Endi katta bo'lganiga, o'shqa xo'roz bo'lganiga sal o'ylandim, cho'qib olmasin deb. Amallab tutdim. O'rtoqlar, mametlarim qonab ketdi. Xullas, meni shartim sal o'zgartirildi. Yer chopish juda oddiy deyishdi. Keyin bolalar yarim yo'lda eshak minasi qolishdi. Keyin ko'ramiz endi butun qishloqni qidirib, bitta dona eshak topdik. Qolgan hamma eshakni hasharga olib chiqib ketib qolishdi. Ana ismi nima edi aka buni? Ha, ot qashqasi kutib turibdi. Qaramang, nima deb o'ylayapsiz? Kim deb o'ylayapsiz meni? Buni menish kerak ekan. Ishni boshlaymiz ha. Bitta og'ayni orqasidan kelib, "Sen minaman" deganda shunda tepgandim Mametiga. Bismillahirrohmanirrohim. Jonivor, ha, jonivor, ha. Bot, Ya buni yalka tutuyor. voy billah. Yiqitib yubordi. Ha, to'xtang, boshqa yerdan minamiz. Ya billah. Anvar aka. To'xtang, tepa. Bu safar zo'r minaman, realni. Jumon kinoda qanaqa otga mingan bo'lsa, shunaqa minaman hozir eshigiga. Baland bo'lmasa ot ko'shqab. Ana. Vo! Kuldirma tog'larning darasi. Gumburlar tog'larning darasi, shavondoz yigitning sarasi. Gumburlar tog'larning darasi, shavondoz yigitning sarasi. Qarang olpamush narasi, kelsa ham qorajon jo'rasi. Sir bitmas o'zbekning jo'rasi. Uzoqroq yurgan ma'qul maktab asham. Uzoqroq yuring. O'rtoqlar, mametlarim qonab ketdi. Bajardimmi? Yana Bajardimmi? Bo'l. Shartda bizga eng yaqindan yordam bergan aka. Zo'r bo'ldi o'rtoqlar. Anvar aka endi ko'pkarga chiqadi.